Salondagi barliq azizlar qandoqlar yaxshimi? Bu qitim sizlarga o'tmoqchi bo'lgan yangi bir darsimiz mush bayramlik holatda kelgan, ya'ni bayramimiz mush bo'lib ro'za hayit bilan Qurbon hayitning bayramimizda o'zini mush xos sangizlarni solamiz oilada. Sang solgan hisob emas, qizlar chechakligan tamlik holat bo'yicha solsanglar shunchalik o'zguch bo'ldi. Hamda bu darsimizda biz mush 3,5 qur atrofidagi sangizniki o'lcham bo'yicha sizlarga mush videoni sunduq. Mush usul bo'yicha qilsanglar bo'ladi. Buningki o'lcham birligi 1,5 kilo. Endi sizlar shu hajmni ko'paytirsanlar bo'ldi. Avval maxim yo'g'rish qachimizga 1,5 kilo unni, anandagi 12 gram tuzni to'kimiz. Andan 3 qo'shiq hamda bu 30 gram atrofida keldi. 30 gram shakarni to'kimiz va buni maxil shakl bo'yicha nihoyat yaxshi aralashtirib unjisimlarni shu holatga keltirsanlar bo'ldi. Endi ba'zanlar shu piyozniki, kavovichinniki suvlari bilan qiladi. Endi shuni qilsanlar bo'ldi, qaytib bir kecha tindirib. Bo'lmay qolib qolsa normal shu o'lcham bo'yicha yo'g'irib qilaversanlar bo'ldi. Andan 300 ml, ya'ni 300 gram sumay, andan 500 gram suv qizlar. Suvni qo'yamiz va xamirimizni mana maxil shakl bo'yicha bo'shchiqliqini nihoyat o'lcham qilgan holat bo'yicha mush o'lchamni qilsanglar mushlar yo'g'rildi va yo'g'rilgan xamirimizniki bo'shchiqliqi mana mush holat bo'yicha bo'ldi. Buni biroz tindiramiz qizlar. Tindirib bo'lgandan keyin biz endi mush xamirimizni kesib gramlab qaranglar, mana maxil shaklda 200 gram qilamiz. Cho'ng kichiklik nihoyat yaxshi muvofiq tangshildi. 200 gram qilgandan keyin hammasini shunday shaklda gramlab turib qilsanglar bo'ladi. Buni hamda muvofiq shakl bo'yicha akilib olgandan keyin buningki har birisini shunday holatda akasak, mushu o'lchamda 12 chiqdi. Qizlar 12 ta chiqqandan keyin hamda 4 qurdan tizimiz har birisiga qizlar shuning bilan 3 qur holatimizni chiqarsanlar bo'ldi. Hamda buni muvofiq shakl bo'yicha qizlar mana buni hamda shunday zo'l qilib turib, bayon o'tirni teshikcha ochimiz. Teshikcha ichib bo'lgandan keyin har birisini ma'qul shakl bo'yicha qilamiz. Ustini maylaymiz, cho'tkalar bilan maylab, ondan ustini bavshanday bilan va dasturxon bilan qizlar havo o'tishmagan holatda bo'lmiz qiyriqib qoldi juma. Hamda buni shunday shaklda yapamiz va tingandan keyin buni tindirishda bir 30 minutdan 40 minut tindirib, ondan keyin tekrar holatda qo'limizni shunday holat bo'yicha ishib, ondan keyin tatib, cho'ng shu yana uzun, yana inchga ba'zi tom holat bo'yicha bo'lib qoldi emasmi? Shu taraflarini nihoyat muvofiq tangshab turib, ondan keyin yana shunday holat ichib olgandan keyin ondan ishib olamiz emasmi? Ondan buni qo'limizga ilib turib, nihoyat muvofiq holat bo'yicha qilsanglar bo'ladi. Mana shunday shaklda ekilib, qizlar buni ondan ma'qul shaklda mana qaranglar. Nihoyat yaxshi holatda buni cho'ng kichikligini o'lchsanglar bo'ldi, uzun qisqaligini bir xil shaklda qilinglar juma. Ondan buni ekilib olgandan keyin 2 tal cho'kini ekilib, qizlar mana ma'qul holat bo'yicha oshtasning ustiga ambelga ilib mana. Ondan buningki yana qazimizga muvofiq miqdor sumay qo'yamiz. Mushlarni yapilanglar holatga qozonda qilsanglar yaxshi holat bo'yicha bo'ldi. Ikki tarafini avval ma'qul shaklda mana videoda ko'rsatilgan usul bo'yicha bir xil pishirib, undan keyin yana maydan bir xil chilab, ondan ikkisini ma'qul shakl bo'yicha qilsanglar bo'ldi. Qaranglar. Nihoyat yaxshi chiroyli holat bilan chiqadi. Biroz turg'izimiz. Turg'izgandan keyin buni yana o'rib, shu oltin rang sarg'uch holatga kelgandan keyin qilsanglar bo'ladi. Yani o'rib olsanglar bo'ladi. Mana qaranglar, shunday shakl bo'yicha qilamiz. Sumayimiz nihoyat normal gradus tushirgan sumay bo'lish kerak ekan. Bak tushitmaymiz va bo'sh holatga tushitmaymiz. Normal gradusdagi gradus o'lchab turib qilsang texim bak yaxshi bo'ldi. Yani normal yani qiziq emas, yani so'g'oq emas. Endi buni ma'qul bir tal sangimizni elib oldik. Ondan ikkinchi, uchinchi qilnimi shu xil shakl bo'yicha ishib qizlar mana qaranglar. Mana mabashni chiladik, undan keyin mabashni andan buningga yana tekrar holatda mana chiroyli shaklni berib, mana o'ng tarafini machetga, so'l tarafini ichiga tiqib turib qilsanglar bo'ldi. Yana shu bosqich nihoyat unumli, bak muhim bosqich. Endi buni shu xil shakl bo'yicha qilsanglar bo'ladi. Andan mana bu ikkinchisini ma'qul shakl bo'yicha pishirib olamiz. Qizlar andan yana 3-chi, 4-chi xil shaklni o'xshash shakl bo'yicha yana ishib olamiz emasmi? Ishib olganimizni yana qo'limizga ilib buni mana shu xil shakl bo'yicha pishib olsanglar bo'ladi. Mana ikkinchisi, hamda 3-chi, 4-chi, 5-chisini tamamen tükkenge kadar shu usul bo'yicha qilsanglar bo'ladi. Qaranglar, shuncha chiroyli shaklda echildi, ham chechakli ham shu xil shakl bo'yicha 4 ni pishirib olgandan keyin bir qur qilsanglar bo'ldi. Mushni endi tizsanglar, bir-birisiga kiralishib mangdi juma. Qaranglar, ham uzuq yoki buzuq bir xil uzib ketganlarim chiqmadi. Shunda payji chiroyli o'pdan ko'rkam chiqdi. Endi sizlar buni shu normal holatga patnosdagi ilib turib, yumloq shaklda qilsanglar bo'ladi. Shu o'lcham bo'yicha 3 qur holatda 4 ni bir qilib turib chiqaramiz. Mana qizlar muborak holatda shu bayramga tayyorlab qilsanglar bo'ladi. Meniki
Shundaq shakl bo'yicha tizimiz. Mana shu miqdorda 3,5 qursangiz tayyorlanadi qizlar, mana.